Hazreti İsa Kapernaum şəhəriga borganda, Rimlik 105 uning oldiga kelib, shafoat tilab. Taqsir, chokirim palash bo'lib qoldi. Nihoyatda azob ichida uyda yotidi, dedi. Men berib, uni saqaytib beray, dedi Hazreti İsa. 105. Taqsir, uyimga kelishingizga arzimayman. Faqat bir ig'iz so'z qilib qo'ysangiz, chokirim saqayib ketadi. Meningmi ustimda boshlig'im, qo'l ostimda lashkarlarim bor. Birga bor desam bordi, birga kel desam keladi. Chokirimga bu ishni qil desam, u shu ishni qiladi, dedi. Bu gaplarni anglab, hayron bo'lgan Hazrati İsa billi kelganlarga, bilib qo'yinglarki, bundaq ishonchni Isroillar ichida uchratmagan edim. Sizlarga shuni aytayki, Mashriq va Mag'ribdan nurg'un Yahudi emaslar kelib, Arishning podshohligida ajdodlarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqublar bilan bir dasturxonda o'tirdi. Lekin Arishning podshohligining rasxo'rlari bo'lgan nurg'un Yahudilar tashqirga, qorong'ulikqa haydilib, u yerda hasratda yig'lab, tishlarini g'uchurlatdi, dedi. Ondan 105ga uyingga qayt, ishonginingdek bo'ladi, dedi. Yilqi chakorning kesili shu on sallamaza saqiyib ketdi.